Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Blokda tezlanish tushunchasi. Demak, ko'plarga tushunish ozgina qiyin bo'lgan yoki keltirib chiqarishni bilmaydigan yoki o'rganmoqchi bo'lganlarga. Demak, blokda tezlanish qanaqa bo'ladi? Qo'zg'almas blokka ikki tarafiga, ya'ni vaznsiz ip orqali yuklar osilgan. Shu yuklarning tezlanishini, ya'ni sistema tezlanishini so'raydi. Biz bilamizki, biz shart kiritib olamiz. Demak, biz shart kiritib olamiz. Qarang. M1 jism albatta katta deyapman, M2 ga shart kiritib oldim. Shunda M1 katta bo'lgandan keyin pastga qarab tezlanish bo'ladi. Bu yoqda yuqoriga qarab tezlanish bo'ladi. Ya'ni yuqoriga qarab tezlanish mavjud bo'ladi. Endi men shu birinchisini jismlarning sistemasini tezlanishini topaman. Buning uchun Nyutonning ikkinchi qonunidan foydalanib, F natijaviy Ma'ga teng. Birinchi jism uchun Nyutonning ikkinchi qonuni tenglamasini yozib olaman. Birinchi jism uchun M1A teng M1J minusda taranglik. Taranglik kuchi buni yuqoriga tortaman deydi. Taranglik kuchi ikkala tarafda ham va ikkita yuklar esa pastga tortaman deydi. Birinchi holatda shuni tushuntirib ketaman. Mana bu jism pastga harakatlanyaptimi? Demak, M1J albatta katta taranglikdan. Ikkinchi jism yuqoriga harakatlanyaptimi? M2J taranglikdan kichkina. Shuning uchun natijaviy kuchni topgan paytim M1J dan ayiraman taranglikni. Ikkinchi holatda esa taranglikdan ayiraman M2J ni. Qarab turamiz. Demak, ikkinchi holatchada M2J dan M2A teng bo'ladi. Endi bunda taranglik minus M2J. Shunda mana bu sistemani shuni qo'shib beradigan bo'lsam, bundan kelib chiqadiki M1 plus M2A teng bo'lib qoladi. Shunda tarangliklarimiz albatta qisqarib ketadi. Tarangliklar bir-birini yeb ketadi. Chunki bu minus, buni oldida, buni oldida plus. Shunda bizda nima hosil bo'ladi? Bizda M1J minusda M2J va A tezlanishni topadigan bo'lsak, A tezlanishimiz mana bu tarafdan qovusdan J ni chiqarib olaman. J ni chiqarib oladigan bo'lsam, M1 minus M2 taqsim M1 plus M2. Mana bu ifoda bizga albatta sistemaning tezlanishini beradi. Mana topdik. Birinchi muammoga yechim topdik. Mana sistema tezlanishini berdi. Endi bizda shunaqa savollar beradiki, shu ikkita jismni, ikkita massani bog'lab turgan ipdagi taranglik kuchi nimaga teng bo'ladi degan tushuncha. Buni nima qilamiz? Men mana shu tezlanishni ixtiyoriy birinchi tenglamaga borib qo'ysam ham bo'ladi, ikkinchi tenglamaga borib qo'ysam ham bo'ladi va tarangliklar topaman. Ikkalasini topsam bo'ladi. Men tanlab olamanki, ixtiyoriy birinchi tenglamadan. Shunda birinchi tenglamadan tanlab oladigan bo'lsam, taranglik nimaga teng? Taranglik teng bo'ladi M1 J dan ayiraman M1 A ni. Shunda M1 J minus M1 yana J ani olib qo'ydim. Mana bu sistemadan ani olib qo'ydim. Ani mana shu joyga olib qo'ydim. Olib qo'ysam va tepada M1 minus M2 taqsim
M1 plus M2. Buni tenglikda buni davom ettiradigan bo'lsak, shunda bizda tarangligimiz teng bo'lib qoladiki, M1 ni chiqarib oladigan bo'lsam, shunda tepada M1 plus M2 minus M1 plus M2 bo'lib qoladi. Va mahraj berdimda u mahraj. Va pastda M1 plus M2. Demak, bundan keladiki, taranglik kuchimiz ikkita jismni bog'lab turgan taranglik kuchimiz ikkita M1 M2J taqsim M1 plus M2 ga teng bo'lib qoladi. Demak, bizda jismlarning ikkita jismni bog'lab turgan taranglik kuchi ham keldi mana. Endi yana bir savol tug'iladi. Bizga aytadiki, mana bu ipda, mana bu yuqori qismidagi, ya'ni blokni bog'lab turgan ipdagi taranglik qanaqa bo'ladi deydi. Taranglik X deb qo'yaylik shuni. Taranglik qanaqa bo'ladi deydi. Ya'ni mana yuqoridagi, mana bu yuqori, pastdagini topdik mana. Lekin yuqori qismida taranglik qanaqa bo'ladi? Oson tushunib olamiz. Yuqori qismidagi taranglik bu bizga TX ikkita oddiy taranglikni beradi. Iplardagi ikkita taranglikni beradi. Va u ham bo'lsa 4 ta M1 M2J taqsim M1 plus M2 ni beradi. Demak, mana bu taranglikni ham topib oldik. Endi nima qilamiz? Ikkinchi o'rganadigan narsamiz, bizda shunaqa tushunchalar borki, aytadiki, jismlarning massa markazining tezlanishi qanaqa deydi. Shuni yozib ketaylik. Ikkinchisi mana. Massa markazining tezlanishi. Bunda nima qilamiz? Tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda M1 jism pastga harakatlanyapti, M2 jism yuqoriga harakatlanyapti va ular bir sathda turdi desak, M1 jism katta bo'lganligi uchun massa markaz pastga qarab harakatlanadi. Shunda massa markaz pastga qarab harakatlanadi. Ya'ni A0 tezlanish bilan. Massa markaz pastga qarab harakatlanadi. Shunda men yozib olamanki, M1 plus M2 jism A0 tezlanish bilan harakatlanadi. M1J plus M2J, chunki ikkita kuch pastga va minusda ikkita taranglik. Oddiy taranglik. Va biz shundan tarangliklarni olib qo'yadigan bo'lsam, taranglikni mana topganman men pastda. Taranglik 2M1 M2J taqsim M1 plus M2. Shunda A0 tezlanishimni topadigan bo'lsam, M1 plus M2 J minus ikkita 4 ta bo'ladi. 4 ta M1 M2 J taqsim M1 plus M2 bo'ladi. Va shuni bo'lamiz biz nimaga? Massaga.
Shuni bo'lamiz m1 plus m2 ga. Va buni davom ettiradigan bo'lsak, shunda A0 tezlanishimiz m1 plus m2 ning mahraj beradigan bo'lsam, kvadrati, jni chiqarib olganman tashqariga. Yana bitta qovus. Minus 4 ta m1 m2. Taqsim m1 plus m2 ning kvadrati. Bundan kelib chiqadiki, A0 tezlanishimiz j. Mana buni ifodani ochib chiqadigan bo'lsak, shunda m1 minus m2 ning kvadratini berib qoladi. Shuni bo'laman m1 plus m2 ning kvadratiga. Demak, bizda mana shu ifodamiz oddiy chiqdi mana. Mana shu ifodamiz massa markazining tezlanishini beradi.